Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nihoyani e'lon qiluvchi hamda tavbalarni to'sguvchi eng buyuk alomatlar boshlanadi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba, hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'iy nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astagfiru billah va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim ad-Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonni. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqariladi, yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhisalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhisalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu Jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taoloning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashishlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani dabba chiqqan davrda mo'min bo'lganlar mo'min deyiladi. Undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga asqatadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarning mo'minini mo'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darrov qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana mana shu Iso alayhisalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mo'minini mo'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonliqni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haligi dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki, sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz, kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu a'lam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun birdaniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yerdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yerdan chiqib ketadi.
va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha amal qilib qolding. Shu kungacha iymonlimiding? Iymon esa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoniga ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni asqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim hidi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklari yopilgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tuganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyatning hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugaydi, ertaga pulni ham keragi yo'q, ibodatni ham keragi yo'q, hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib, Yamandan dunyo bo'lib tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham, bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi u yerga. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalimaga o'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taoloning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarning qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakragandek sakraydigan bo'ladi. Yo'lni ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsalar yaxshi bo'lardi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi dedi. Ya'ni bu gunoh, buni qilmaylar emas. Chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilyapti. Nauzubillah. Imom Buxoriyda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlarigina qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymon qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarning oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Dinida la ilaha illallohni aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyishgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan.
Rizqinglarni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tan olganligi ularni mo'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'yadigan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Palonchi oppoq otasiga atab qo'y so'yadi. Palonchi avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bugun qiyomatning oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertaga darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishlikdan boshlanadi. Rasululloh aytadilar: qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushday yengiltek, yosh bolalarning singar aqldek tentek, ma'rufni, munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga meni gapimga quloq solmaysizlarmi dedi. Ana mana bu yurasan desa, butlarga ibodat qilinglar dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda, Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalqning ichida ilmli odamlar bo'lmasa ekan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarda shirkka olib ketadi. Nuh alayhisalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhisalom bilan Odam alayhisalom o'rtasida 1000 yil deyilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin, Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib bularni sekinlik bilan, bu ota-bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, mo bittasini nomi bilan mo toshni atab qo'yaylik. Palonchini devasi, Yaudni, Yag'usni yoki Vudni, Nasrni bir devaligi deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini. Xo'p, shunaqa deb nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota-bobolarlar bilasizlarmi nimaga bu yerga to'planardi? Bunga ibodat qilardi deb ibodat kirgizib. Shayton odamlar orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlikdan adashtirib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulaysaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu, islom g'olib bo'ldi-yu, Lot, Manot, Uzzodlar ketdi-yu Huballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarning jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lot bilan Manotga, Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turgandayman deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amri ma'ruf, nahy munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amri ma'ruf, nahy munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalga qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib
insonlarning hammasini Shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsa nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" deydi. Odamlar o't chiqqanda Shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't qo'yganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib, almashib o'tdan qochib ketadi. Olov Shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tni xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis, Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, dam olgisi keldimi, o'tirib dam olsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa o't to'xtaydi, o'chib turadi, toki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarning hammasini Shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib Rasululloh aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlar yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holatda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzaynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlarla qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib Shomga qarab yurib borayotganda, Saniyatul Vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarida na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abi Said al-Khudriydan, "Va kayfa an'am va sohibul qarn qad iltaqama al-qarn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yu'mara an yanfiha lahu va yanfih." Qana qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashay? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashim mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar, "Ya Rasululloh, biz nima deylik unda?" desa, "Hasbunalloh va ni'mal vakil" dedilar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar, "Quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma kunida bo'ladi. Juma kuni bo'lsa, sur cholinishlikka hukm qilinadi." Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni juma kunida yaratdi. Juma kunida jannatga kirgizdi. Juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda, juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhisalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhisalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishlik deb buyuradi. Astagfirullah. Va nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yer o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi hurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun
fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarning yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgiydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgiydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorning ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surining ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorning ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonining sutini sog'ib, olib kelib ichishlikka ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quymay turib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib, og'ziga solmay turib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishlikkacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqiriq tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda buyuk bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob-kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodalar, birodar haqqini yeyotganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohning oldida turishlik esidan chiqib qolyapti odamlardan. Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob-kitobda borligiga ishonadi u. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naq dunyoni suyurlar. Shu dunyoda yaxshi ko'radi ular. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin ghayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodalar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishalik qadri bo'lganida, Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorcha ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim deydi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yapti. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ijir qilib kelsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'ziga ko'rinmasa kerak. G'isir qilib kelganda odamning oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatning dahshati, qiyomatning zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'achir bo'lib qolgan paytda nimangiz olasiz? Pulingiz olasizmi? Nimangiz olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonni yurganiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatning dahshati Alloh taolo aytadi buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar.
Ha dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvni buyukligidan aql hushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabanalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ishingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga bag'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat bor-ku deysiz. Chunki hech kim yo'q sizga talabingizni oladigan. Kimga bormang siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deyoradi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolo aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amalidan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshonasini yerga qo'yib subhana robbiyal a'lo deyotgan yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib ketsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda haq qolmaydi-yu qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haq qolsin, birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqinglarni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki naryoqda ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zaxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingizni yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsiz. Ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib boravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yeyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zali savdoda bir 50 so'm oshib olib ketuvdi, indamay yeb qo'yardimda, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yevorayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. U kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar. Ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qoladi, yer qimillaganda. O'sha holatingizni eslang-da. Kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz, nechta pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yuringiz bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimillash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaverib bizga qara, hamma yo'q tashab. Fakayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas, agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanasizlar? Qiyomat shunday dahshatki, aql hushi joyida katta kishi emas, yo'rgaydagi chaqaloqni qaratib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yo'rgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aql yetadigan banda emas bu. Bu hali go'dak bu. Aqli yo'q buni. Lekin dahshat mana shunday qarilikka solib yuboradi. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning va'dasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsalar, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomi buzilib, hamma yo'q ostin-ustun bo'lib ketyapti. Bu bitta maxluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan. Bu bitta farishta xolos bir marta puflab qo'yganligiga dunyo ostin-ustun bo'lib ketayotganda,
buyuk qudrat egasi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan? Biz mana shunday Allohning bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohning ibodatxonasiga kelib peshonamizga yer qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizning Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni.